hozir bu drabilkamizda ikki xil pressni, yer yong'oq hamda beda pressni maydalab ko'rsatib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rdinglar, yer yong'oq press hamda beda presslarni chiqarib ko'rsatdik. Nimaga somon boshqa yoki o'tlar chiqarmadinglar deydiganlar ham topiladi. Xo'p, somonni chiqarmaganimiz sababi somon mayin bo'ladi, yumshoq bo'ladi, bemalol maydalaveradi. Yer yong'oq qattiq bo'ladi. Ancha-muncha drabilka uni maydalolmaydi. Shuning uchun biz yer yong'oq tanladik. Yer yong'oq bo'ladimi, somon bo'ladimi, umuman tanlamaydi bu drabilkamiz. O'tda endi mayinligiga bitta baho berib qo'yasizlar. Bu drabilkamiz yana bitta qo'shimcha jihati, bu turbani xohlasangiz uzaytirib boshqa joyga o'tingizni tushadigan qilib moslashtirib olsangiz ham bo'laveradi. O'tni mayinligini qarang. Shunaqangi mayin darajada maydalab beradi. Soatiga 1 tonnadan 1,5 tonnagacha bo'lgan mahsulotlarni maydalab beradi. Drabilkamizning komplektida 4 xil setkasi bo'ladi. Ko'rib turganlaringlardek. Bu don uchun donni kepay holatda keltirib beradi donlarni. Bunisi yorma holatda chiqarib beradi donni. Bunisi o'tni bundan ham mayin darajada chiqarib beradi. Biz hozir o'tni yirik setkasida chiqardik. Donni ham mana shunaqangi holatda maydalab chiqarib bergan. Xuddi shu drabilkamizda chiqqan. Shunaqa mayin holatda chiqarib beradi. Xo'p, mana aralashma o'tlarimizni maydalab olganmiz. Mayinligini ko'ryapsizlar? Yer yong'oq bilan beda pressni aralashtirib yuborgan bir-biriga. Tayyor aralashgan holatda chiqyapti. Agarda sizlarga ham shunaqangi mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ekranda nomerlar qoldiramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.